Xo'p, assalomu alaykum do'stlar. Tuzukmisizlar? Kuninglar qanaqa o'tyapti? Bugungi videomizda biz mana shu Payer hamyonidagi pullarimizni o'zbek kartalariga chiqarishni ko'rib o'tamiz. Primoy birdaniga o'zbek kartalariga chiqarishni imkoni yo'q programmaning o'zida. Shuning uchun o'zining yo'llari bor. Misol uchun bir Telegram botlar bor, bir ikkita. O'sha Telegram botlar orqali chiqarsak bo'ladi. Xo'p, Payer kashligini misol uchun ko'p kishi biladi, biladiganlar biladi. U qadrdon o'zimizga tanish bo'lgan Payer kashlik. Bu kashligimizda biza pullarimizni dollar, yevro, rublda kriptovalyutalarda ham saqlasak bo'ladi. Ishonchli, ancha yildan beri ishlab kelayotgan kashlar. Hozir bu yoqda uncha ko'p kriptovalyutalar yo'q, faqat o'sha mashhur bo'lgan kriptovalyutalar bor. O'zining ofitsial sayti bor. O'shanga login parollarini terib kirsanglar, u yoqda ko'proq kriptovalyutalar ko'rsatadi. O'sha kriptovalyutalarda pullaringizni saqlasangiz bo'ladi. Lekin men faqatgina o'sha dollar bilan rubl saqlashni maslahat beraman. Qolganlarini birjada saqlasanglar bo'ladi. Xo'p, keyin mana bizlarda rublda 477 rublimiz bor ekan. Bu 563 dollar bo'lib turibdi bizga. Shuni deb ko'rsatib turibdi. Xo'p. Endi bu pullarimizni chiqarishda bizga bitta Telegram bot yordamga keladi. Do'stlar, bitta yo'li bor. Misol uchun, o'zingizlar qanaqadir tanishinglar bo'lsa, o'zingizlar ishongan odam bo'lsa, rubl olaman, dollar olaman, o'sha Payerdagi rubl, dollarlarni yaxshi narxga sotib olaman desa, ishonchli bo'lsa, so'rab surishtirib yoki o'zingizlar qanaqadir yaqininglar bo'lsa, taniydigan odamlar o'shalarga ham yaxshi narxda sotsanglar bo'ladi. Atak misol uchun hech kimga ishonmayman, misol uchun yana yo'li bormi desanglar, mana Telegram bot bor. Payest обменник. Ya'ni o'sha Payerdan rubl, Payerdagi pullaringizni, voy ana, uzr do'stlar. Payerdagi pullaringizni Uzcard Humoga yoki Uzcard Humodagi pullaringizni Payerga o'tkazib berishga yordam beradi. Xo'p, mana kelinglar, kirganingizda shunaqa bo'ladi sizlarda, kirganingizda asosiy menyu, keyin qaranglar, mana almashtirish turibdi. Mana ko'rishinglar mumkin bu yoqda. Mana Humodan Payer rublga, xullas har xil yo'llar bilan almashtirsanglar bo'ladi. Lekin birinchi o'rinda sizlar mana yoqda hamyonlar degan joyga kira olasizlar. Hamyonlarga kirsanglar, sizlar o'zingizlarning Payer raqamingizlar chiqarmoqchi bo'lgan o'zbek kartalarni kirgizib qo'yishinglar kerak. Mana men kiritib qo'yganman, mana Payer raqamlarimni, Payer rubl, Payer dollar uchun mana Humo Uzcard uchun ham kirgizib qo'yganman, mana Humo Uzcard uchun. Keyin sizlarga bitta ko'rsatib beraman qanday kirgizishni. Misol uchun, kartalar Uzcard bo'lsa, Uzcard, Humo bo'lsa, Humoga bosasizlar. Misol uchun meniki Humo plus Humoga bosdim. Xo'p. Mana aytayapti, Humo hisob raqamingizni kiriting deyapti. Bo'sh joylar yoki boshqa belgilarsiz kiriting deyapti. Hozir biz Milliy bankiga kirib, o'zimizni plastigimizni nusxalab olib, keyin bu yoqqa joylashtiramiz. Xo'p, mana milliy programmasiga kirdik. Mana shu plastikimizni hozir nusxalab olamiz. 4000 so'm pul bor ekan, qarab turinglar, mana karta ma'lumotlarini olish, ilova ichida ko'rsatish. Mana nusxalab oldik kartamizni. Bo'ldi, endi botga qaytamizda. Mana bu yoqqa kartamizni tashlaymiz. E'tibor beringlar, shturch jo'natib qo'ymanglar. O'zi aytgan bo'sh joylar bo'lmasligi kerak orasida. Mana bo'sh joylarni biz mana bunaqa tarzda bo'sh joylarni yo'qotamiz. Ehtiyot bo'linglar, bo'sh joylarni yo'qotishda qaysi raqamni o'chirib qo'ymanglar. Kim plastiklardagi o'sha pulinglar umuman boshqa kishiga borib tushishi mumkin. Ehtiyot bo'linglar shu narsaga. Bo'ldi mana. Endi jo'natamiz. Bo'ldi, mana saqlandi Humo kartamiz. Endi bu yoqda Payer rublga biz rublimiz bor edi. Payer rublda, shuning uchun Payer rubl plusga bosamiz mana. Xo'p, mana aytibdi, Payer rubl hisob raqamingizni kiriting. Buning uchun biz Payer hamyonimizga kira olamiz mana. Bu yoqda bizda Payer hamyonimiz ko'rinib turibdi. Ustiga bossak, bu yoqda kopiya qilib olamiz, nusxalab olamiz va botga shu narsani tashlab qo'yamiz. Yuboramiz. Bo'ldi, saqlandi ekan bizni. Shu tariqa sizlar Humo bo'ladimi, Uzcard bo'ladimi, Payer raqaminglarni saqlab olinglar. Faqat ehtiyot bo'linglar, to'g'ri raqamlarni kiritinglar aytgandek. Xo'p, endi kelinglar, mana almashtirish asosiy menyuga qaytib olamiz birinchi. Almashtirish turibdi. Almashtirishga bosamiz. Xo'p, mana almashtirishga bosib olganimizdan keyin biz mana berish va olish turibdi. Mana berish degani ularga beramiz biz. Olish bo'lsa ular oladi. Ya'ni bu yoqda biz yuboramiz, keyin bular qaytarib oladi bu yoqdan. Mana biz bo'lmasa hozir biz Payer rublni tanlab qoldiramiz bu yoqdan, ya'ni Payer rublni ularga jo'natamiz mana. Payer rublni tanlab qoldirdik. Xo'p, endi bu yoqdan menimcha Humoni tanlab qoldiramiz mana. Humo. Ozgina kutaylik mana. Berishni biz ularga beramiz Payer rubl, olamiz Humo. Mana. Berish miqdorini rublda kiriting deyapti. Biz rublimiz qancha bo'lsa, o'shani kiritamiz hozir. Berish miqdorini rublda kiritish.
Mana eng kamida 50 rubl kiritishimiz mumkin ekan. Hey, maksimali esa вообще katta summa 379 ming rubl. Xo'p, endi pairimizga qaytib olamiz. Bizda 477 rubl bor ekan. Kelinglar biz 470 rubl chiqarishga qo'yamiz. Hammasini chiqarishga qo'ymaymiz, chunki komissiya ham olib qoladi. 470 deb yoqqa kiritamiz. Yuboramiz. Mana aytayapti. 470 rublimiz 62500 so'm bo'l ekan. Mana bizning pay raqamimiz, Humo kartamiz. Rozimisiz to'lov roziman to'lov qilishga bosamiz endi. Xo'p, mana shu mana qaranglar, bitta bizga pay raqam berdi. Pay 732 bilan boshlangan. Mana shuni nusxalab olib, aynan shunga 470 rubl o'tkazamiz. Ya'ni o'sha necha rubl bo'y yozib qoldirdik-ku, 470 ni men yozib qoldirdim. O'sha yozgan summamni jo'nataman pay raqamga. Nusxalab oldim men. Nusxalaganimni qo'ydim. Qaranglar, mana bu Payer USD da turibdi. Buni rublga o'tkazib olamiz. Endi mana bu yoqqa 470 deb yozamiz. Tepasiga ehtiyot bo'linglar, tepasiga yozinglar. Mana shu faqat tepasiga aytgan summalarni. Pastiga yozmanglar. Bo'ldi, yuboramiz. Transfer, confirm, close yopdik. Bo'ldi, men uchun yuborildi. Mana pulimiz yuborildi. Endi mana yuborilgandan keyin mana galochka bo'lib turibdi, yashilcha bo'lib. Bu yuborildi degani, endi botga qaytamizda to'lov qildim degan joyi turibdi, e'tibor berishlar. Ana shu yoqqa bosamiz. Xo'p, mana aytayapti, sizning buyurtmangiz tekshiruv uchun yuborildi. Mana yana bir marta tekshirib qo'yaymi nimamni? 4096 so'm puli bor. Qani ko'ramiz. Rostdan ham 62510 so'm kelib tushadimi yo'qmi? Hozircha videoni pauza qilib turaman. Bizga aytayapti, uzog'i 1 daqiqadan 1 soatgacha kelib tushishini aytgan. Men videoni ungacha pauza qilib turaman, pul kelib tushgunigacha. Xo'p, mana do'stlar, pulimiz kelib tushgani haqida ma'lumot beryapti. Qaranglar, 13:17 da biz yuborishga qo'yganmiz. Zaявkaga 13:29 oradan 12 minut o'tgan. O'sha yarim soatga ham bormagan, 15 minutga ham bormagan, 12 minutda pulimizni mana tasdiqlangan, ya'ni kelib tushganini aytayapti. Endi biz milliga tekshiramiz. Sal kechroq qaradim men, o'sha ishim chiqib qoldi. Sal kechroq qaradim. Xo'p, kirib tekshiramiz. 66606 so'm. Qani ko'raylikchi, aytgan summasi kelib tushganmikin, yo'qmi? Aynan mana ko'rishlar mumkin, 62510 so'm mana kelib tushgan. Paynet Humo P2P. Do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'linglar. Kommentariyada qanaqadir fikringlar, izohinglar, savolinglar, taklifinglar bo'lsa yozib qoldiringlar do'stlar. Mana shu botni ishlatishni maslahat beraman. Bu videoda ko'rsatgan botim. Agar yana qayergadir tushunmasanglar, Telegramda menga yozsanglar, lichkamga o'sha Telegram kanalimni ham, lichkamni ham kommentariyada qoldiraman. Kommentariyada mana shu Telegram botni ham havolasini hammasini kommentariyada topishinglar mumkin.